Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga gijjalar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Gijjalar qanday yuqadi? O'zingizni himoya qilish uchun siz gijjalar tuxumi qanday tarqalishi va yuqishining 4 usulini bilishingiz kerak. Birinchi, tuproq va suv orqali. Ular tuxum, tuproq va suvda rivojlanadi, so'ngra inson tanasiga kiradi va u yerda tuxum qo'ya boshlaydi. So'ngra gijja tuxumlari najas bilan tashqi muhitga ajralib chiqadi va yangi insonni kasallash uchun o'z vaqtini kutadi. Yaxshi yuvilmagan meva va sabzavotlarni iste'mol qilish. Iflos qo'llar, taomga chang tushsa, insonga geogelmintlar yuqishiga olib kelishi mumkin. Parazitlarning ayrim tuxumlari inson organizmiga oyoq va tovon terisi orqali kiradi, to'g'ridan-to'g'ri aloqa orqali. Uy hayvonlari va odamlarda gijjalar qo'llar o'yin davomida qo'shma faoliyat orqali yoqadi. Zararlangan hayvonot manbalaridan olingan oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanish, biogelmintoz, xom va yomon ishlov berilgan go'shtni iste'mol qilish va baliq potensial xavflidir. Ichak infeksiyasi va biogelmitlar bilan kasallanish ehtimoli mavjud. Hasharot chaqishi bilan bunday yuqish kam uchraydi. Bunga ichak miyasi, karitariyaz va skolikiaz kiradi. Shuningdek, gijja tuxumlari va hasharotlarning lichenkalarini adashtirmaslik kerak. Hasharotlar ham shuningdek hayvonlar va inson terisining tagiga lichenka qo'yadi. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang, azizlar.